Lekin islom aytadiki, payg'ambar Muhammad alayhissalom Allohning oxirgi elchisidir. Iso va Musa alayhissalom ham uning elchilari bo'lgan. Tasavvur qiling, u zot payg'ambarlikdan avval 40 yil davomida o'z xalqining orasida yashagan. Payg'ambarlik hayotining 23 yili davomida esa yana o'sha xalq orasida doimo old qatorlarda bo'lganlar va barcha uning har bir harakatini kuzatib turardi. Endi qaraymiz, shunday inson Alloh asrasin yolg'onchi bo'lishi mumkinmi? Kambag'al va oddiy inson doimo sultonga taqlid qila olmaydi. Ko'p o'tmay u haqida hamma narsa uning soxta ekanini oshkor qiladi. Aytaylik, u sultonni taqlid qila oldi, lekin u odamlarni qancha vaqt alday oladi? Bir muddat o'tgach uning yolg'oni baribir fosh bo'ladi. Endi shu mantiqiy taqqoslashni olaylikda, uni payg'ambar Muhammad alayhissalomga tatbiq qilaylik. Payg'ambarlik davrida u zotning atrofidagi minglab odamlar uning hayotining har bir jihatini sinchiklab kuzatganlar. U qaysi qo'li bilan ovqatlanishini, joyga kirganda qaysi oyog'ini birinchi qo'yishini, hatto tirnoqlarini qaysi tartibda olishini ham bilishgan. Hamma u zot hech qachon yolg'on gapirmasligini va naqadar axloqli ekanini bilgan. U kunlab roza tutgan. Ba'zida kambag'allik sababli saharlik va iftorliksiz ham roza tutgan. Tunlari uzoq vaqtgacha namoz o'qigan. Hech kim ko'rmaydigan paytda nega o'zini bu qadar qiynagan bo'lishi mumkin? Yolg'on uchunmi? U 23 yil davomida keltirgan diniga hamma odamlardan ko'ra ko'proq amal qilgan, boshqalardan ko'ra ko'proq ibodat qilgan dunyodagi eng katta yolg'onchi shunday fazilatlarga ega bo'la olarmidi? Bularning barchasidan unga nima foyda edi? U buni obro' uchun, boylik uchun yoki ayollar uchun qildimi? Bularning barchasi dushmanlari tomonidan taklif qilingandi. Lekin u zotning javobi har safar bir xil bo'lgan. Agar quyoshni o'ng qo'limga, oyni chap qo'limga qo'ysangiz ham men bu yo'ldan qaytmayman. Uning hayoti, o'zini tutish tarzi, bularning barchasi uning payg'ambarligini isbotlash uchun yetarlidir.